Doktor internetda ko'rdim, oyog'imni ko'tarib o'tirsa, belga og'riq bersa, bu grija bor deyishyapti. Menda ham rosa ko'p og'riq beradi, shu grija bormikin menda ham? Hech qanaqasiga uy sharoitida sizda grija bor yo'qligini aniqlab bo'lmaydi. Bu oddiygina taxminlar hisoblanadi. Agar siz haqiqatan ham sizda grija kasalligi bor yo'qligini bilmoqchi bo'lsangiz, avvalambor nevrolog yoki vertebrolog vrach mutaxassisi ko'rigiga borishingiz lozim hisoblanadi. Borganingizdan keyin shifokor sizni ko'rib, shikoyatingizni to'liq eshitib, tanishib va sizga MRT yoki MSKT tekshiruvini tavsiya berishi mumkin va ushbu tavsiyalardan keyingina sizda qaysi sohangizda necha millimetrlik grija bor, grija holati qanaqa va shu haqida sizga ma'lumot beradi va individual tarzda sizga davo muolajalarini olib borishi mumkin. Internetda ko'rgan har xil videolarga ishonib qolmanglar. Grija kasalligini qancha vaqtli aniqlasak, uni davosi ham shuncha tez bo'lishi mumkin. Sog'lig'ingizlarni ham mablag'ingizlarni tejaylar. Kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan afzalroqdir.